Mashinamizni kecha yuvdirganmiz. Yangi kiyimlarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Har kuni sepilmaydigan va aynan xos juma va hayit kunida sepiladigan xushbo'yliklarimizni sepganmiz. Kiyilmagan, har kuni kiyilmaydigan kiyimlarimizni jumada kiyyapmiz. Maqsad nima? Maqsad jumaning shukuhi, Allohga yuzlanishlik va inshaalloh bugungi kunning bayram kayfiyati. Bugun lekin bugun biz mashinamizni yuvdirishligimizdan boshlab kiygan kiyimimiz, sepgan xushbo'yligimizning asosiy maqsadi odamlardan ajralib turishlik. İnsonlarni mensimaslik darajasi bo'ladigan bo'lsa u kibr. Biz aytmayapmiz, endi eski kiyim kiying, juldur kiyim kiying, kibr qilmang, xokisor bo'ling, yer bo'ling demoqchi emasmiz.